Ronaldo jahon chempionatidan chiqib ketganda juda ham xafa bo'lgandim. Futbol haqida gapirgim ham, o'ylagim ham kelmay qolgan. Men futbolga juda ham yaxshi tushunaman. Men yaxshi ham o'ynayman futbolda. Lekin Ronaldo chiqib ketgandan keyin boshqa komanda g'alaba qozonib jahon chempioni bo'lsa xursand bo'laman deb o'ylamagandim. Ispaniya bilan Argentina o'ynadi, Ispaniya chempion bo'ldi. Men juda ham xursand bo'ldim. Nimaga bilasizmi? Chunki Argentina bilan Isroil juda ham qadrdon. Ispaniya esa Falastin tomonidan oladi. Ronaldo ham xuddi shunaqa. Bu yoqimli narsalar. Buni tushungan tushunadi. Xullas, men xursandman. Yaqinda Ronaldo 1000-chi golini uradi va gap so'zlarga nuqta qo'yiladi. Hujumchilardan eng zo'r Ronaldo. Nimaga? Hujumchini asosiy ishi bu gol urish. Dunyoda eng ko'p golni Ronaldo urgan. Jonlaring sog' bo'lsin.